O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, bavul qilganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy mahsulot, prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini oshiradi. Vitronik ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Tezkor xabar. Yana bir AQSh harbiy samolyoti halokatga uchradi. Ma'lumotlarga ko'ra, A-10 rusumli samolyot Hormuz bo'g'ozi yaqinida qulagan. Qisqa vaqt ichida AQSh aviatsiyasi yo'qotishlari ortib bormoqda. Bu esa mintaqadagi harbiy amaliyotlar keskin kuchayganini ko'rsatmoqda. Tezkor xabar. Eronning kasetali raketasi Isroilning Bnei Brak shahridagi suv infratuzilmasiga zarba berdi. Hujum oqibatida ko'chalarni suv bosdi. Eron va Livandan bir vaqtning o'zida bosqinchi kuchlar nazoratidagi hududlarga kuchli raketa hujumi uyushtirildi. Erondan bosib olingan Falastin shimoli tomon kamida 3-4 ta raketa uchirilgan. Hayfa va Quyi Jalil atrofiga Eronning kasetali raketa parchalari tushgan. Hizbulloh ham bir vaqtning o'zida Jalil va Nahariya tomon raketa hujumlarini amalga oshirgan. Shimol va markazdagi ko'chmanchi yahudiylar yashaydigan hududlar kuchli xavf ostida qolgan. 300 dan ortiq shahar va qishloqda sirenalar ishga tushirilgan. Bu hujumlar Eron va Livan frontlari o'rtasidagi muvofiqlashuv kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi haqiqiy va'da 4 operatsiyasining 93-to'lqinini e'lon qildi. Ta'kidlanishicha, Isroilning 4 ta shahri nishonga olingan. Qo'shinlarning konsentratsiyasi va jangovar qo'llab-quvvatlash markazlari nishonga olingan, deyiladi bayonotda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi hujumlar raketa va dronlar yordamida amalga oshirilganini ma'lum qildi. Bayonotda shuningdek Isroilga zarbalar davom etishi ta'kidlangan. Eron raketasi yoki uning ajralib chiqqan jangovar qismi AQSh foydalanayotgan Iordaniyadagi bazaga zarba berdi. Uni 2 ta havo mudofaa raketasi to'sib qolishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagan. Eron parlamenti raisi Muhammad Galibaf aytadi, hozirgi paytda bir haftaga ham yetmagan vaqt ichida butun mamlakat bo'ylab kuchli milliy safarbarlik boshlandi va qariyb 7 million eronlik allaqachon oldinga chiqib, qurol olish hamda millatimizni himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Sizlarga qalbimdan chiqqan bir gapni ochiq aytaman. Eronliklar o'z vatanini himoya qilish haqida faqat gapirib qo'ymaydi. Biz buning uchun qon to'kamiz. Biz buni oldin ham qilganmiz va yana bir bor qilishga tayyormiz. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Eron bilan urush boshlanganidan beri shifoxonalarga 6497 nafar jarohatlangan olib kelingan. Ammo bu raqamni izohsiz qabul qilmaslik kerak. Chunki Isroilda jarohatlangan toifasiga faqat jismoniy jarohat olganlar emas, balki kuchli qo'rquv, ruhiy shok, psixologik jarohat holatini boshdan kechirganlar ham kiritiladi. Ya'ni harbiy harakatlar sababli psixologik zarar ko'rgan shaxslar ham rasman jabrlangan yoki jarohatlangan sifatida qayd etiladi. Shu bois bu raqam ham jismoniy, ham ruhiy holatda jabr ko'rganlarni o'z ichiga oladi. Iroqdagi AQShning Victoria bazasi yarim soat ichida ketma-ket 5-marta nishonga olindi. Shu bilan bir vaqtda Eron armiyasi matbuot kotibi Trampga shunday javob berdi. Tramp bayonotlar va tweetlar orqali o'z mag'lubiyatlarini yopishga urinmoqda. Biz Amerikaning quruqlikdagi hujumini kutyapmiz, unga hech qachon unutmaydigan dars berish uchun. Eronga qarshi urushda AQShning yaralangan harbiy xizmatchilari soni ortib bormoqda. Eronga qarshi epik g'azab operatsiyasi boshlanganidan beri 365 nafar amerikalik harbiy xizmatchi yaralangan. Bu haqda Wall Street Journal Pentagonga tayanib ma'lum qildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlar orasida 247 nafar AQSh armiyasi, 63 nafar dengiz floti, 36 nafar havo kuchlari va 19 nafar dengiz piyodalari bor. Avvalroq operatsiya davomida 13 nafar amerikalik harbiy xizmatchi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi.
Eron quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Amir Xotamiy operatsiyalar xonasidan turib aytadi: agar dushman quruqlik amaliyotini boshlasa, ulardan birortasi ham tirik chiqmaydi. Qasamki, tirik chiqmaydi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.